barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Freddy Minecraft. Bugun biz noldan survival qilamiz. Ya'ni vijvon. Bizni spawn joyimizda qishloq ham bor ekan. Shu yerda o'g'rilik qilamiz. Endi o'g'rilik. Qishloqni so'rib ketamiz boshdan oxirigacha. Shu yoqqa bosib qo'yadi. Birinchi izimrodda daraxt chopmasdan izimrod topish. Lekin men bu kanalni bugungina ochdim. Beko Confli degan kanal bu. Unga ham meni akamning kanali. O'tib obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rayman. Shuncha daraxt topmay, shu qishloqlarning daraxtini chopaman. Mazza. Crafting table hali yo'q. Endi bo'ladi. Crafting table, cho'pcha, tayoqcha. Birinchi bo'ylab kerkasa olamiz. Shu qishloqdagi kanaldan sug'uramiz. Sandık yo'q. Bularni ham çok ko'plab bo'ldik. Endi bizga qilich bilan bolta kerak. Qilich bilan bolta ham bor. Endi keraksiz narsalarni tashlavoramiz. Qilich, kirka, bolta. Ovqatlar tursin hozircha. Yo'q. Crafting table olishdan chiqmaydi. Endi bir qishloqda sug'uraylikchi. Sug'urib. Yo'g'ale. Bo'ldi. Undan yurib o'tib temirchining uyi bor ekan. Yo'q. Narsalarni ko'rasizlar. Birdaniga kiyimlik ham bo'ldi. Xo'sh, endi galing to'g'ri. Jitil dursa gapirayu. Ha! 1 2 3. Blok nima? Yo'q. Ha! Mayli. Bu video tugadi.